O'zbekistonda kech bo'ldi, lekin siz Amerikada bo'ladigan jahon chempionatiga borish uchun kech qolmaslik uchun hozirdan harakatingizni boshlashingizni tavsiya beraman. Nimaga? Va boshlash uchun eng yaxshisi bu Kanada. Sonlarni ko'rib turibsizlar, O'zbekiston bilan Kanada 1-iyun kuni o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi va biletlar narxi $39dan boshlanadi. Bu degani siz hozirdan Kanadaga bilet sotib olib turib, futbolni ko'rgan boraman va aylangan boraman deb topshiradigan bo'lsangiz, viza olish ehtimolini ancha oshiradi. Faqat bu yerda bitta nyuansi, siz agar hech qayerga chiqmagan bo'lsangiz, buni sizga tavsiya bermaymiz. Agar siz Yevropaga, Angliyaga borib kelgan bo'lsangiz, bu viza olish ehtimolini ancha yuqori qiladi. Endi buni vizasini olgandan keyin Amerikaga kirsangiz bo'ladi, elchixonaga, suhbatga. Men Kanadaga ketyapman, undan tashqari Amerikada ham o'yinlarni ko'rmoqchiman deb ko'rsatsangiz bo'ladi va kanadskiy vizani oldin ham aytib o'tganimizdek, kanadskiy viza bilan siz Meksikaga bemalol bez viza kira olasiz. Bu degani birinchi o'yin O'zbekiston bilan bo'ladigan birinchi o'yinda bemalol vizasiz Meksikaga kirib borishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, Kanadaga viza hujjat topshirishingizga yordam beramiz.